Assalomu alaykum futbol muxlislari va futbolsevar do'stlar. O'zbekiston va dunyomizda ro'y berayotgan eng so'nggi va qiziqarli xabarlar bilan ushbu kanal o'z ishini boshlaydi. Agar siz kanalda yangi bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling. Xabarlardan birinchilar qatorida xabardor bo'lish uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun ushbu videoga like bosishni unutmang. Misrning Yalla Kore nashri ma'lumotlariga ko'ra, noyabr oyida Dubayda 4 terma jamoa ishtirokida o'rtoqlik turniri tashkillashtiriladi. Unga ko'ra, turnirda Eron, Misr, O'zbekiston va Kabo-Verde termalari ishtirok etadi. Yaqindagina barcha termalar bilan shartnomalar imzolandi. Musobaqaning dastlabki o'yinida Eron va Kabo-Verde o'zaro kuch sinashsa, ikkinchi bahsda esa O'zbekiston Muhammad Salah jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Uchrashuvlar g'oliblari final yo'llanmasini qo'lga kiritadi. Mag'lub bo'lganlar esa 3-o'rin uchun bahs olib boradi, deyiladi xabarda. Mazkur musobaqa noyabr oyidagi FIFA kunlari 10-18 noyabr kunlari doirasida tashkil etiladi.